Bugun O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengash hamda O'zbekiston Respublikasi Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi tomonidan 8-dekabr Konstitutsiyamiz qabul qilinganligining 33-yilligi munosabati bilan Yashil kelajak barcha millatlarning umumiy maqsadi shiori ostida qator tadbirlar tashkil etildi. Dastlab Millatlararo munosabatlar qo'mitasi majmuasida qo'mita va O'zbekiston Ekologik partiyasi o'rtasida o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan anglashuv memorandumi imzolandi. Marosimda O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengash raisi Abdushukur Hamzayev so'nggi yillarda mamlakatimizda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni mustahkamlash, umumiy birlashuvni kuchaytirish, shuningdek xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganligini ta'kidladi. Shundan so'ng Milliy madaniyat markazlari pavilyonida turli millat va elatlarning madaniyati, tili, urf-odatlari va qadriyatlarini namoyon etuvchi ko'rgazma ishtirokchilari e'tiboriga havola qilindi. Milliy madaniy markazlar pavilyonida tashkil etilgan badiiy qismda partiya rahbari Abdushukur Hamzayev Oliy Majlis Qonunchilik palatasining so'nggi yig'ilishida Millatlararo munosabatlar qo'mitasi raisi Qahramon Sariyevning mamlakatimizda umumiy totuvlikni ta'minlash sohasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi axboroti tinglangani va mazkur masalaning yurtimiz barqaror taraqqiyoti hamda ijtimoiy uyg'unlik nuqtai nazaridan o'ta muhimligini qayd etdi. Abdushukur Hamzayev o'z so'zida bugungi murakkab global jarayonlar, geosiyosiy beqarorlik va turli ziddiyatlar fonida yangi O'zbekistonning tinchlik, barqarorlik va hamjihatlik yo'lidan dadil odimlayotgani xalqaro hamjamiyat tomonidan keng e'tirof etilayotganligini ham ta'kidladi. So'nggi yillarda ko'p millatli mamlakat sifatida O'zbekiston o'zini tanlagan yo'lidan shaxtam yurayapti. Jadal rivojlanishimizni asosida ko'p millatli yagona xalqimizni mehnati yotibdi. Bir qutlug' kun arafasida turibmiz, ya'ni 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Bu kun bilan barchalaringizni tabriklaymiz, sihat salomatlik tilaymiz va bugun birgalikda do'stlik daraxtini ekamiz. Energetika sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan barqaror energetika yangi O'zbekistonning kelajak sari ishonchli qadami mavzusidagi xalqaro anjumanda ham Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy, Turkiya, Ozarbayjon va qo'shni davlatlar vakillari O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar samaradorligini yuqori baholadi, dedi partiya raisi. Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirlar doirasida ko'chat ekish tadbiri ham o'tkazildi. Bir daraxt, bir do'stlik, bir nafas umumiy hayot shiori ostida o'tkazilgan rasmiy daraxt ekish aksiyasi tadbirning mazmun mohiyati yanada boyitdi. Katta majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 33 yil yangi bosqichda atrof-muhitni muhofaza qilish kafolatlari mavzusida o'tkazilgan davra suhbati bilan davom etdi. Unda Millatlararo munosabatlar qo'mitasi, O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi, do'stlik jamiyati, milliy madaniy markazlar rahbarlari va faollari, shuningdek ommaviy axborot vositalari vakillaridan iborat 100 dan ortiq kishi ishtirok etdi. Davra suhbati doirasida Millatlararo munosabatlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Olim Narzullayevning Konstitutsiya, millatlararo totuvlik va jamiyat barqaror taraqqiyotining huquqiy kafolati mavzusidagi Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi rahbarining o'rinbosari Oybek Rahimovning Konstitutsiyada ekologik huquq va majburiyatlar, sog'lom atrof-muhit va ekologik xavfsizlikning konstitutsion kafolatlari mavzusidagi ma'ruzalari tinglandi. Tadbir yakunida milliy madaniy markazlarning havaskor jamoalari tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar namoyish etildi. Tadbirlarda faol ishtirok etganlarga partiyaning esdalik sovg'alari topshirildi.